Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilari. Bugungi videolarimiz Urganch shahrida. Lokatsiyasına keladigan bo'lsak, Gullan yo'li metan zapravkani yonida hurmatli obunachilar. 200 kvadrat metr 3 qavatli hovli joy chiqqan ekan. Shuni birgalikda ko'rib tanishib o'tsak, yo'l ham yaqin hurmatli obunachilar. 100 metr perslarda burchak keltirilgan. Hozir podval qismi bilan tanishib chiqamiz. Podval Merish Pakolovkadan chiqib turibdi. Bu yanda огород va bog'i steshkalar qo'yilgan. Shu yerdan lestitsa qo'ysa bo'ladi. Yuqori chiqadi ona. Hozir biz podval qismida yuribmiz. Bu ishlar ham qilinib beriladi hurmatli obunachilar, lestitsalari. Yuqori qarab ko'tarilamiz. Hislarimiz ham merim-rahmat qilingan. Joyimizga yetib keldik. Pastlarimiz ham meri kafelatilgan. 100% zaminatda döşelgan, g'olalar qo'yilgan. Bu yanimizda umumanlikli kafellar urilgan. Bu yanda svet avtomatlar ham qo'yilgan. Lyustralar ham taqilgan. Faqat yashab bersang bo'ldi bu yerda. Bu yanimiz zal. Zalimizdan perdeler asılgan. Lyustralar qo'yilgan. Berimiz sanuzel. Da patolog kafel qo'yilgan. Patologlari natijnoy, aristonlar qo'yilgan. Unitaz vannalar ham qo'yilgan. Berimizda spalni pastda. Hurmatli obunachilar, berlar ham g'olalari döşeladi. Bonni 100% yashashga tayyor etib beriladi. Bu yanimiz kuxni, oshxona. Bu yerga mebellar qo'yiladi. Vitishka, gaz plita, kuxni mebellar qo'yiladi. Bu yerdan g'ollar döşeladi. Esa ikkinchi etajimizga qarab ko'tarilamiz. Yuqorimizda bir dalan, bir zal, ikkita spalni sanuzel. Bir dalan. Dalanimizdan açık balkona qarab yurimiz. Bir yana bir zal. Bu yanımızda yana bir sanuzel. İkinci etajımızda. Bu yanımızda yana bir spalni. Detski. Bu yanımızda yana bir spalni. Hurmatli obunachilar, 3 qavatli hovli joyimiz. Gullan yo'li metan zapravkani yonida hurmatli obunachilar. Yo'l ham yaqin. 200 kvadrat metr, dokumenti tayyor. Narxini ekranda yozib qoldiramiz hurmatli obunachilar. Keyingi videoroliklarda görüşguncha sog' salomat bo'ling.